Birinchi o'yin Shimano o'yini ekan. Fahrenheit Indigo Prophecy Remastered. O'zi 2005-yilgi o'yin ekan, Remastered 2015 chiqqan ekanmish. Bilishim bo'yicha. O'yinda janri qani? Qisqasi ujus shekilli. Eng yoqtirmagan o'yinlar janri. Yana bir narsa, o'yin o'zi nimaga chiqarilgan ekan? Joystickda o'ynash uchun chiqarilgan shekilli. Shuning uchun klaviaturada boshqacharoq o'ynalar ekan, yana joystickda osonroq bo'lar ekan.